Victor Hugo'nun Fransiyasi ve Uygurlar 1802 yıldan 1885 yılgacha yaşagan Victor Hugo 19. asrdagi Fransiya dili emas, hozirgi dunyodami ta'siri intayin kuchlik adib va mutafakkir. U o'zining ilg'or ideyalari va insonparvarlik tashabbuslari bilan erkinlikka intilguchi kishilarning yuksak so'ygisiga erishgan. Victor Hugo'ning Uyg'urchaga tarjima qilingan asarlaridan Xorlanganlar va Buvi Maryam Cherkovi nurg'un Uyg'ur o'qirmanlarga ma'lumliq. Danglik Fransuz mutafakkiri va yozuvchisi Victor Hugo'ning 1855 yillardan boshlab yozilishga boshlagan Fransuz adabiyotining birdan-bir haqiqiy dostoni sifatida qabul qilingan mashhur asrlarning rivoyati nomli asrida Alloh, Islom, Qur'on oyatlari va Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida bir qator she'rlarining bo'lganligi uzundan beri ma'lum. Halbuki Muhammad mavzusi ostidagi bu bir qator she'rlar asrlarning rivoyati nomli kitobning 1959 yili 9 oyning 28 kuni Biryosilda besilgan tunji nashrdan boshqa nashrlarda chiqarib tashlangan. Faqat 1985 yili Fransiya Davlatlik ilmiy tadqiqot markazi Victor Hugo'ning vafotidan 100 yil keyin uning Muhammad alayhissalom nomi berilgan bir yurish she'rlarini qayta e'lon qilgan. Bu she'rlarning e'lon qilinishi Fransiya va dunyodagi bilim sohasida Victor Hugo'ning musulmon bo'lganligi haqidagi bir qator bas-munoziralarga sabab bo'lgan. Yaqinqi zamonlarda Victor Hugo haqidagi tadqiqotlari va asarlari bilan tonilgan Fransuz adabiyot tanqidchisi Henri Guillemot'ning Hugo nomli asrida Victor Hugo haqida inchki tafsilotlar berilgan bo'lib, Victor Hugo'ning tövendeki so'zlariga alohida yer berilgan. Men o'zimni tonimayman. O'zimga yotman. Mening kim ekanligimni va ismimning nima ekanligini yolg'iz Alloh biladi. Victor Hugo'ning ikki o'g'lining va o'g'il nevarlarining Xristian an'anasi bo'yicha cho'qindirilmaganligini va vafotidan keyin Xristian odatlari bo'yicha dafn qilinmaganligini eskartgan Henri Guillemot Victor Hugo'ning qarallik holda o'z uyida yoshirin ibodatlar bilan shug'ullanganligini yozadi. Henri Guillemot'ning kitobidagi tafsilotlar va Victor Hugo'ning Muhammad alayhissalomga atab yozgan marsiyasidagi hissiyot cho'nqurligi kishilarni uning musulmonligi haqidagi so'zlarining rostligi to'g'risida o'ylantiradi. Muhammad alayhissalomga atab yozilgan marsiya Muhammad nomi ostidagi bir yurish she'rlarning ichidagi biri bo'lib, uningga Hijrining 9-yili deb mavzu qo'yilgan. She'rning fransuzchasining to'limi esil bir asar ekanligida hech shak yo'q. Victor Hugo bu qasidasida Muhammad alayhissalomning tug'ilishidan tortib vafotigacha bo'lgan hayotini, bo'libmi uning umrining oxirgi yillarini to'limi nafis til bilan tasvirlaydi. U payg'ambarning insoniy taraflarini, shundaqla Allohning elchisiga xos o'zgachiliklarini yo'ritib berishga tirishadi. Qasidani o'qigan har qanday odam uning Muhammad alayhissalomga qanchalik cho'nqur sevgi va hurmat bilan bog'langanligini shubhasiz bilib olaydi. Hijrining 9-yili nomli she'rda Victor Hugo Muhammad alayhissalomning Allohning elchisi va Ayso alayhissalomdan keyin kelgan oxirgi payg'ambar ekanligini kesib aytadi. Muhammad alayhissalomning odamiyligini, axloqini va go'zal ma'naviyatini ko'rkam tillar bilan obrazliq aks ettirdi. Victor Hugo Muhammad alayhissalomning insonlarni Allohning yo'liga da'vat qilishini, insonlarni qiyomatdan ogohlantirishini, uning Alloh tarafidan avatilgan bir xo'sh xabar berguchi va azobdan ogohlantiruvchi ekanligini ta'sirli bayon qiladi. Hozirgi zamondagi erkinlik va millatparvarlik ideyalarining bo'shki bo'lgan Amerikadagi qudratlik va adolatparvar davlatlarning qurilishining ma'naviy asosini solgan Victor Hugo'ning Fransiyasi biz Uyg'urlar uchun
bugungi kunda texmi muhim bo'lmoqda. 10-oyning 2-kuni Parijda Uyg'urlarning qo'llab elib berilgan dog'dug'liq namoyish kuchlik erkinlik ruhiga ega Fransuz xalqining Uyg'ur milliy ozodlik ko'rishi uchun qanchalik muhim ekanligini yana bir qitim ko'rsatib berdi. 10-oyning 2-kuni Parijni zilzilaga solgan zo'r namoyishga Belgiya, Gollandiya, Germaniya, Norvegiyalardan Uyg'urlar kelib qatnashgan bo'lib, namoyishning hayvisi hatto Fransuz saqchilarini hayron qoldirgan. Namoyishga qatnashgan kishilarning turqidan Fransiya jamiyatidagi har qatlam odamlarning simasini ko'rib olg'ili bo'ladi. Namoyishchilar qo'shinining oldida, sapning o'ttirsida qaysarligi bilan alohida ko'zga chiliqadigan bir Uyg'ur qizi bor edi. Bu qiz o'zining jasurligi bilan Urumchi qirg'inchiligidan keyingi namoyishda ko'krak kerib oldiga chiqib, Xitoy qurolliklarini titratgan ko'k maykiliq Uyg'ur qizi Dilbarni Uyg'urlarning ko'z oldida yana bir qitim namoyon qilib berdi. Uning ko'k bayroqni ko'tarib, kishilarni boshlab menishi Evgeniy Deklarokisining Fransiya buyuk inqilobini tasvirlaydigan Erik onasi insoniyatni yetaklamoqda nomli rasmdagi ayol qahramonni eslatdi. Bu qiz Uyg'ur davosini Fransiyada tonishda va mushu taraqqiyotga elib kelishda ochqushliq rol o'ynagan Yevropa Uyg'ur institutining qurg'uvchisi Dilnur edi. Uyg'urlar uningdan faxrlandi. Uningga aprin o'qidi. Fransuzlar uning jasoratidan ta'sirlandi. Uyg'urlardan haqiqatan qahramonlar ko'p chiqdi. Mana mushunda qahramon qizlari bo'lgan, lagerlarda yo'q qilinib ketib beribmi, Xitoyga bosh egmaydigan qahramon erlari bo'lgan bu millatni Xitoy qandoqmi yo'q qilib yetalisin? Uyg'urlarning bu kurashlari va to'layotgan badallari Viktor Hugoning bir mashhur so'zini yodimizga soladi. Ozodlik va mustaqillikni birsi oldingizga akilib bermaydi.